Mehnatkash aka. Ruslan usta ham ancha tajribali, anchadan beri ishlayapti. Farmon aka O'zbekiston bo'yicha aylandik deyapti. Bularni bitta aybi bor, shu aytganini qilmayapti, video qilib tashlashmayapti-da, orada video tashlab beringlar, video tashlab beringlar desam, tashlashmaydi-da. Haligida odamlarga misol bilmaydi-da, ko'rsatib qilayotgan ishlarni ko'rsatib, haligi tasavvur olish uchun, o'zini xonadonida tasavvur qilish uchun ham kerak-da bu narsa video. To'g'rimi? Doimiy kanalimizga joylab boramiz. Bitta xonadondan bitta videolarni. O'zi bir-biriga biz ham mana shunaqada topdi internetdan. Bir-biriga uyg'un-da, misol uchun siz mana burchakani o'zi ham ochmaydi. Sokol yana bir anaqa, keyin tepa patolog, tunikafonlar bir-biriga uyg'unlashib. Hali kuni akani o'zi ham aytdi, misol bir-biriga ulanib ketyapti. Buni qilmasak bo'lmayapti, buni qilmasak bo'lmayapti. Siz kvadratdan telefonni ham og'zini o'zgarib ketdi-yu, o'g'lim deb. Kvadratni bir chiqarib qo'yishyapti-ya. Ijodni o'zida qo'lgan bor ekan-da bu yoqda. Ruslandami? Manaki bunaqa deb. Ijod qo'shiqlar yaxshi ekan. O'zi ham taklif bildirib, ha? Biz o'zimiz ishimizni qilyaptik, o'zi digirovka qilib, o'zi ixtiro qilib, o'zi nima qilib. Yana bitta ish qilmasak ham bitta ish qilishdi. Qanaqa edi? Chiroq tutardi. Ketdimi? Akamiz Ruslan usta haqida fikrlarini aytdi. Ruslan usta o'zi mana. Nihoyatda kam gapi. So'raymiz endi, qanaqa bo'ldi ishlar? Nima, video qilmaysiz-ku? Yo'q, qilyapmiz. Necha kunda bo'ldingiz bu 156 160 kvadrat loyihani? 6-kunda yakun qilyapsiz. Mana qisqa qo'lni katta olgan emas. Ozgina qo'lni Bizga ishdan ko'ra sifat muhimligi uchun hamma yerda bitta urovenda teng bo'li uyda 90 gradus yoki 90 gradusga chiqarib, endi ozgina mashaqqat, lekin sifat. Videoga juda mamnun, o'ylaganidan chiroyli chiqdi. 2 marta ta'kidladi. Hoji otalar bor ekan, ular ham chiqib xursand bo'lishdi. Mana zinalarga mazza qilib olishdi. Endi chiqib tushamiz deb. Endi avvalo uy egasi xursand bo'lib, haligi bizdan ishimizdan mamnun bo'lsa, kelajakda misol kimlargadir ko'yganda, boshqa qilganda palonchi qilgan, palonchi korxona qilgan deb korxonamiz haqida tavsiyalarni aytadi-da. Birinchi o'rinda shu kerak, orqamizdan ishimiz yoqqani, mahsulotimiz yoqqani kerak. Ular rozi bo'lsa, minnatdor bo'lsa, to'g'ri. Sizlarga ham xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa, aloqaga chiqaverasizlar. 530 nomerimiz postoyan ishlayapti. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga chiqib o'rnatib beryapmiz. Mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz, o'rnatib beramiz. Endi ko'pchilik aytayaptiki, biz burchatkani olib qo'yganmiz yoki burchatkani boshqa joydan olsakchi degan anaqada. Yo'q, bizda burchatkani o'zimiz noldan boshlab ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarib o'rnatib beryapmiz. Ustalar bilan birgalikda. Polvon usta. Yaxshimisan? Qatnayapsan? Ko'rib qolmadingmi? Eng samimiy ustalarimizdan biri. Kelajakda asli o'zi furachi bo'lmoqchi, lekin hozir burchatkada ishlayapti. Salomat bo'lasizlar.